Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuh. Bugungi o'qiydigan manzilatimiz birodarlar, faqirlik manzilati. Rostgo'ylik deganda faqatgina shu yolg'on gapirmaydigan odamni tushunar ekanmiz. Agar darslarimizga doimiy suratda qatnashib turgan bo'lsanglar, bildinglar, rostgo'ylikning ma'nosi nima ekan? Juda ham keng ekan. Hayo deganda faqatgina shu beti qizarib yerga qarab xijolat bo'lib turishni tushunar edik. Lekin hayoning ma'nosi ham juda katta ekan. Mana endi faqirlik desak, darrov kambag'allikni tushunamizda. Hamma muammolarimizning ildizi mana bu ikkita narsada. O'lchov va tushunchada. Tushuncha va o'lchovda. Hayot haqidagi tasavvurlarimiz noto'g'riligida. Ana shu tasavvurlar tuzalmas ekan, ana shu tushunchalar Alloh va Rasuli aytgan andozaga tushmas ekan, bizning muammolarimiz tugamaydi birodarlar. Kambag'al odam meni eng muhim muammoim bu kambag'allik deydi. Kambag'allikni yo'q qilsam, boy bo'lsam, hamma muammolarim yo'q bo'ladi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri tushuncha. Dalil xuddi sen aytgandaqa katta puli bor odamni qaraganda, uni muammosi senikidan ham katta. Seni muammoing kambag'allik emas. Boyning muammosi pulini ko'pligi emas. Ikkalasining ham muammosi o'lchov tushunchalari shariatga teskari. Agar o'lchov tushuncha Alloh va Rasul aytgan andozaga kelsa, kitob va sunnat bilan o'lchov tushunchalarimizni tuzaturadigan bo'lsak, puli borni ham, puli yo'qni ham muammosi tugaydi. Faqirlik manzilati. Eshitib turaylikchi nima ekan faqirlik, ha? Faqirlik nima desa, hozir aytganimizdek, puli yo'qlik deb tushunamiz. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz va sengagina suyanamiz. Man arafa nafsahu, arafa robbahu. Kim o'zini tanisa, Robbisini taniydi. Inson Robbisiga muhtoj qilib yaratilgan. Inson Robbisiga muhtoj. Inson Allohga muhtoj. Agar u Allohdan o'zini behojat bo'ladigan bo'lsa, o'zini qiladigan fe'l atvorining yomonligiga tushib qoladi. Alloh subhanahu va taolo butun borliqni inson zotiga bo'ysundirib berdi. Inson Allohga muhtoj. Har bitta narsada muhtoj. Agar shuni unutib qo'ysa, shu haqiqatni unutib qo'yadigan bo'lsa, g'ofil qolsa, aniq johillikka kirib qoladi. Johillik va ilm. Johil odam desa nimani tushunamiz biz? Savodsiz odamni tushunamizda. Ilmli odam desa, obrazovniy diplomi bor odamni tushunamiz. Qarang, yana kaltada tasavvurimiz. Bir inson 10 ta diplomi bo'lib johil bo'lishi mumkin. Bir odam o'qishni, yozishni bilmasdan turib ilmli bo'lishi mumkin. Qanday qilib? Agar sizning qo'lingizdagi 5 ta diplomingiz, 6 ta uchovni stepeningiz, ilmiy darajangiz sizni Allohni tanishlikka yetaklab olib bormagan bo'lsa, siz shariat nazarida johilsiz. Allohni tanimagan odam olim bo'la olmaydi. Endi maktabni o'qimagan, o'qish yozishni ham bilmas, lekin Allohni tanidi. Ma'ruza eshitdi, oyat alomatlarini kuzatdi, Allohni tanidi. Mana shu odam olim bo'ladi. Johillik. Johillikning eng yengil ta'rifi voqelikka xilof bo'lgan tasavvur, tushuncha, fahm. Voqelikka to'g'ri kelmaydigan narsa. Ya'ni aytilayotgan so'z, fikr, xulosa agar voqelikka to'g'ri kelmasa, voqelikdan boshqacha bo'ladigan bo'lsa, bu johillik bo'ladi. Buni misol bilan tushuntiramiz. Mana bu soat kumushdan yasalgan dedim men. Qarasangiz, yiltillab turibdi, haqiqatan kumushga o'xshaydi. Bu agar kumushdan yasalgan bo'lsa, bu ilm bo'ladi. Agar kumushdan yasalmagan bo'lsa, johillik bo'ladi. Yana aytyapsiz, bir cheni sutni yozni kunida optoga qo'yib qo'ysangiz, 2 kun tursa, hech narsa bo'lmaydi, achimaydi, deyildi. Bu gap voqelikka to'g'ri keladimi?
Yo'q, demak johillik shu. Moturidiylar ahli sunna emas degan gap ham xuddi shunaqa gap. Mazhab kerak emas, hadisda o'zi bilan ketaveramiz biz deyishlik ham xuddi shunaqa gap. Mazhab kimga kerak emas? Kim hadis bilan yo'l tutib ketaveradi? Ha, shunaqa odamlar bor, mushtahidlar. Siz bilan bizga o'xshagan avom xalq mazhabni ushlaydi, mazhabni fatvosi bilan ketadi, shunda adashmaydi. Tushundinglarmi? Voqelik haqida kelgan noto'g'ri xabar bu johillik bo'ladi. Misol bilan tushundinglar-a? Mana bu soat kumushdan yasalgan deyildi. Haqiqatan kumushdan yasalganmi? Yo'q, temirdan yasalgan. Demak, bu gap johillik bo'ladi. Bir chini sut 2 kun oftobda qolib ketsa, issiq kunda hech narsa bo'lmaydi degan gap ham g'ir johillik bo'ladi. Demak, voqelikka to'g'ri kelmagan so'z, voqelikka to'g'ri kelmagan fikr, xulosa, xabar bu johillik deyiladi. Seni birodar oldingda voqelik bor. Sen uni tan olasanmi, yo'qmi, yoqadimi, yoqmaydimi, achchiqmi, shirinmi, bu voqelik borligicha turibdi. Masalan, senga sovuq yoqmaydi. Havoni sovuq bo'lishi. Qish faslida turibsanmi? Turibsan. Voqelik sovuq. Sen yoz desang ham, kuz desang ham, bahor desang ham baribir sovuq. Ilmning ta'rifi. Ilm nima? Ilm bir narsani dalil orqali boricha idrok qilish. Bir narsani dalil orqali borligicha idrok qilish. Ya'ni bir chini sut optoga qo'yib qo'yilsa issiq kunda, 2 kunda achib qoladi. Bu narsani voqelik dalil bilan isbotlab qo'ydi. 2 kun turdi, dalil bo'ldi, achiganligi. Achidimi? Demak, mana shu dalil bo'ladi. Voqelik haqida kelgan to'g'ri xabar ilm deyiladi. Qaytaraman. Voqelik haqida kelgan to'g'ri xabar ilm deyiladi. Masalan, dollar degan valyuta bor. Hamma dollarda narxi bir xilmi qadri? Dollar 89 so'm 70 tiyin. Hamma dollarning qiymati bir xil deganimi bu? Yo'q, birodarlar, dunyoda 30 dan ortiq mamlakatda ishlatadigan puli dollar deyiladi. Avstraliya dollari bor, Yangi Zelandiya dollari bor, Panama, Bagama, Brunei, Palau, mana shu mamlakatlarda hammasini puli dollar deyiladi. Mana endi hamma dollarning qiymati bir xil deysa, shu gap to'g'rimi? Mo'xara dollar deb yozib qo'yibdi. Ma 100 dollari 8970 so'm bo'ladi deb turib sizga nima deyapti? Palauni yoki bo'lmasam Yangi Zelandiyani dollarini beryapti. Olaverasizmi? Ha, dollar ekanda nima? Keyin olib kelsangiz, u o'sha pista pul ekan u. Birodarlar, ilm bir narsani dalil orqali borligicha bilish. Ilmni ta'rifi ko'p. Ba'zilarini aytyapmiz. Soddarog'ini. Hozir qor yog'yapti deb kirdi bitta, ana dejurlarimizdan. Orqasidan bittasi kirdi, yog'mayapti deb. Ikkalasini ham olib kelgan so'zini xabar deb qarab turamiz. Voqelikka qaysinisini gapi to'g'ri keladi shu yerda? Chiqsak, yog'mayapti. Demak, birinchisiniki xabarligicha qoldi, voqelik isbotlamadi. Ikkinchisining olib kelgan xabarini voqelik isbotladi. Demak, ikkinchisini gapi nima bo'ldi? Ilm bo'ldi. Endi tushundinglarmi? Toyota germanskiy mashinada turib Ahmad aytayapti. Mahmud aytayapti yaponskiy deb. Ikkalasining ham gapi hali xabar. Isbotini bilmagunizcha, dalilini ko'rmagunizcha ikkalasini xabar deb turasiz. Keyin surishtirsangiz, o'qisangiz, so'rasangiz, Toyota qattiq ekan, koreyskiy ekan. Yaponskiy ekan. Demak, bittasini gapi xabarligicha qoldi, bittasiniki ilm bo'ldi. Tushundinglarmi, birodarlar? Mazhab kerak emas degan gap quruq xabar edi u. Siz bilan bizga mazhab vojib. Moturidi Ash'ari aqidasi ahli sunnaning aqida maktablari. Bular ahli sunna emas degan gap xabar. Xabar voqeligini isbotlamaydi. Ahli sunna ekanligini isbotlaydi. Ilm voqelik haqida kelgan to'g'ri xabar. Ilm dalilga asoslangan, to'g'riligi aniq bo'lgan
voqelik uni tasdiqlagan ikki narsa o'rtasidagi sobit aloqa. Bu murakkabrog'i. Ilm ikki narsa o'rtasidagi dalilga asoslangan, to'g'riligi aniq bo'lgan, voqelik uni tasdiqlagan sobit aloqa. Demak, ikki narsa o'rtasidagi aloqa qonun. Taqlid nima? Taqlid dalilga muhtoj bo'ladigan haqiqat. Johillik nima? Voqelikka zid bo'lgan narsa. Ilm nima? Shak shubha, gumon va vahmdan uzoq bo'lgan narsa. Mana shu ilm bo'ladi. Ilm bu bir narsani borligicha, haqiqaticha bilishlik. Biz aniq bilmagan narsalar bor. Masalan, avvalgi zamonlarda quyosh issiqlik taratadi. Inson havoga ko'tarilib, quyoshga qancha yaqin bo'lsa, shuncha issiq bo'ladi degan tasavvur bor edi. Bu xabar edi, bu tasavvur edi, bu gumon edi. Lekin ilm emas edi hali. Keyingi davrlarda insoniyat uchadigan apparatlarni o'ylab topdi, osmonga ko'tarildi, kosmosga chiqdi. Bilsa, yuqoriga ko'tarilgan sari issiq bo'lish o'rniga nima bo'lar ekan? Sovuq ekan. Ha, ular issiq bo'ladi degan narsani ilm deb, haqiqat deb bilishgan. Aslida bunaqa bo'lmadi. Ularning tasavvuri noto'g'ri bo'ldi. Bu narsa gumon edi, taxmin edi, faraz edi. Haqiqat buni ziddi bo'lib chiqdi. Mana endi yuqoriga ko'tarilgan sari havo soviydi harorati degan so'z endi ilm bo'ldi. Chunki voqelik isbotladi, voqelikka to'g'ri keldi. Demak, voqelikka to'g'ri kelgan va dalil uni isbotlagan narsa ilm bo'ladi. Ilm bir narsani uning borligicha bilishlik. Qur'on oyatlarini biz Alloh xohlagandek tushunishimiz kerak. Payg'ambarimizning hadislarini Rasululloh xohlagandek tushunishimiz kerak. O'limdan keyin nima bor? Qo'limizdagi boyligimiz, davlatimizning haqiqati nima? Agar atrofimizdagi narsalarning haqiqatini bilsak, ularda asli nima ekanligini tushunsak va bularning dalili qo'limizda bo'lsa, demak biz olim bo'lamiz. Masalan, ota-onangni norozi qilma, nazardan qolma, duo ol, qarg'ish olma deyildi. Siz buni eshitdingiz, surishtirdingiz, hayotda shu aytilgan narsalar dalilini ko'rdingiz. Ota-onasiga oq bo'lsa xor bo'lar ekan, duosini olsa baraka topar ekan. Nazardan qolmasa, el yurti nazariga tushib duosini olsa, xayriyat kelishar ekan, el yurti nazaridan qolsa juvonmay bo'lar ekan. Mana siz olim bo'ldingiz. Aytaveradi bu cholaring. Bular 70 ga kirganda namoz o'qigan. Bular taqvosi yo'q. Bular alhamdulillah to'g'ri o'qishni bilmaydi. Bular gapiga quloq solma. Gapiraveradi bular. Bu noto'g'ri. Shunaqa qilganlarda nima bo'lganligini biz ko'rdik. Ustozlarni nazar pisand qilmagan, ustozlarni go'shini yegan, ustozlarni nazaridan qolib qarg'ish demaylik, nazaridan qolganlarda nima bo'lganligini biz ko'rdik, mana shu ko'zlarimiz bilan. Juvonimay bo'lib ketganini ko'rdik. Hamma yo'g'i bor edi. Bitta o'g'il bola havas qiladigan hamma yo'g'i bor edi. Puli ham, ilmi ham, obro'yi ham, quvvati ham hamma yo'g'i bor edi. Akalar biz ko'rdik buni. Johil inson ikki xil bo'ladi. Biri shunaqa odamki, hech narsani bilmaydi. Ilm ma'rifatdan uzoq. Ilm ma'rifat yetishmaydi va o'zini johilligini tan oladi. Ikkinchi johil qanaqa bo'ladi? Ikkinchisi bu odam kallasi botil bilan, xurofat bilan, vahm bilan, noto'g'ri tasavvurlar bilan to'lgan bo'ladi. Bilaman degan narsasi, haqiqat degan narsasi xato. Ilm deb bilgan narsasi voqelikka to'g'ri kelmaydi. Isboti, dalili yo'q xabarlar, ammo o'zini olim deb biladi. Yana bu fikrlarni boshqalarga ham ilm deb o'rgatadi. Yana bitta misol. Mashinangizni minib ketyapsiz, birdan yog'ni almashtirish kerakligini ko'rsatadigan chiroq yonib qoldi. Chaynakka o'xshagan narsa tomchitib qo'yadi. Demak, tabloda o'sha yog'ni almashtirishlik kerakligini bildiradigan chiroq yonib qoldi. Buni nimaligini bilmaysiz, ilmingiz yo'q.
Oldingizda turgan odamdan so'radingiz. U nimaga yondi desa, bilmadim, chiroyli turish uchun bo'lsa kerak deb qo'ydi. Qabul qildingiz, ketaverdingiz. Ziynat uchun bo'lsa kerak degan fikr, bu ham bitta fikr edi, ammo voqelikka to'g'ri kelmaydigan fikr edi. Bu g'irt johillik edi. Endi nima bo'ladi bu mashina? Yog'i tugaydi, yuraveradi, stuk beradi, katta chiqimga tushadi. Demak, siz bilan bizda ham birodarlar, voqelikka to'g'ri kelmaydigan xato o'ylar, fikrlar bor bo'lishi mumkin. Bizda ham bir johillikdan bir nasiba bo'lishi mumkin. Agar mana shu xato fikr, tushunchalarni kallamizdan chiqarib yuborsak, demak biz olim bo'lamiz. Shuning uchun birodarlar, agar dunyoni istasak, ilmni lozim tutaylik. Agar oxiratni istasak, ilmni lozim tutaylik. Agar ikkalasini, ham dunyoni, ham oxiratni istasak, ilmni lozim tutaylik. Nima demoqchimiz bu gapimiz bilan? Ro'paramizda haqiqatlar turibdi. Bizga yoqadimi, yo'qmi? Bor. Ana shu haqiqatlarning eng kattasi va eng muhimi, sen Allohga muhtojsan. Sen Allohga faqirsan. Biz aytayotgan faqirlik mana shu. Alloh Qur'onda siz bilan bizga shunday deb xabar bergan. Ey odamlar, sizlar Allohga faqirsizlar, ya'ni Allohga muhtojsizlar. Ana shu Allohni tanimagan, o'zini tanimagan johil inson hayotda bir narsaga erishgan bo'lsa aytadiki, men buni dedi o'zimni qo'llarim bilan dedi, o'zimni mehnatim bilan qo'lga kiritdim. Menga hech kim yordam bermagan deydi. Sen Allohning bandasisan. Har bitta narsada, har bitta holatda Allohga muhtojsan. Alloh taolo aytadi, astagfiru billah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u va tanzi'ul mulka mimman tasha' va tu'izzu man tasha'u va tudhillu man tasha' biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qodir. Ayting, ey mulki davlat egasi bo'lgan Allohim, sen istagan kishingga mulk ato qilasan. Istagan kishingdan bu mulkni tortib olursan. Istagan kishingni aziz qilursan, istagan kishingni xor qilursan. Bor yaxshilik yolg'iz seni qo'lingda. Albatta sen barcha narsaga qodirsan. Diqqat qilinglar. Hamma narsa Allohning qo'lida. Miyangiz bor. Siz fizika, ximiya, astronomiya fanlari doktori bo'lishingiz mumkin. Dunyoni mana degan universitetlarida ta'lim olgan bo'lishingiz mumkin. Yillar davomida ilmiy izlanishlar qilib shu unvonga erishgan bo'lishingiz mumkin. Mana shunday turgan paytingizda Alloh taolo miyangizdagi bitta tomirni uzib qo'yadi. Bo'ldi. Endi hech kim emassiz. Alloh taolo aqlingizni shunday o'chirib qo'yadi, majnunsiz, jinnisiz, hech kimga kerak emassiz. Kimning qo'lida miyangiz? Allohning qo'lida. Yuragingiz. Uni ishi qo'lingizdami o'zingizni? Oyoq qo'lingiz, boshqa a'zolaringiz siz ixtiyoringizdami? Qulillahumma malikal mulk. Ey mulki davlat egasi bo'lgan Allohim. Atrofimizda nimaiki bor bo'lsa, tirikmi, o'likmi, qo'yiqmi, suyuqmi, hammasi Allohning mulki. Agar shu haqiqatni anglab yetsang, Allohga intilayotganingni ko'rasan. Allohga intiladigan bo'lib qolasan. Allohni o'zigagina suyanadigan bo'lib qolasan. Shunda joning orom oladi. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Qon tomirlarimiz, nervlarimiz o'zimizning qo'limizdami? Miyamizga bitta tomir bo'g'ilsin, bitta tomir yorilib ketsin, mana bo'ldi, mushkula tayyor. Shol bo'lib qoladi, ko'r bo'lib qoladi, soqov bo'lib qoladi. Demak, seni borlig'ing Allohning qo'lida. Demak, sen Allohga muhtojsan, faqirsan. Haqiqat shuki, sen Allohga muhtojsan. Har bitta holatingda muhtojsan, faqirsan, Alloh esa har narsaga qodir. Mana qarang. Bu voqea qissa ana shu Yevropada Alp tog'larining ustidan samolyot uchib ketar ekan, 10,000 metr balandlikda, 10 kilometr. Birdan samolyot shu bir yonib ketdi-da, 2-3 ga bo'linib turib, odamlar quladi. 150 ta 200 ta odam. Hammasi o'ldi. Faqat bitta odam tirik qoldi. Qanday qilib tirik qoldi?
Ana shu samolyot bo'linganda, hali kreslasiga baylanganmi, remen bilan qatirib olganmi? Kreslasi uzilib ketdi-da, shu toqqa qarab tushib keldi. Holatini tasavvur qiling-da. Nimalar o'tadi ko'zini oldida? Bir 2 minut tushar, 3 minut tushar, tezlik bilan tushadi-da. 5-6 metr qalin yog'ib qo'ygan qor ustiga tushdi hali kreslasi bilan. Haligi qor zarbani o'ziga oldida, boyaga kreslaga baylangan odam tirik qoldi. Kim qo'lida ekan insonning hayoti? O'sha 200 ta odamdan bitta odam tirik qolishini Alloh xohladi, shu odam tirik qoldi. Ha boshqa bir odam, bu ham voqea qissa. Oyog'ini tagiga o'sha stulni qo'yib, lampochkani almashtirgani ko'tarildi. Lampochkani almashtirayotib turib, oyog'i toyilib ketdi. 1 metr balandlik yerdan. Shunday yerga yiqilib boshi bilan tushdi, o'ldi. Bir odam 10 ming metrdan tushib tirik qolyapti. Bir odam 1 metrdan yiqilib nima bo'lyapti? Shuning uchun birodar, sen Allohga muhtojsan, sen faqirsan. Qanchalar buni tushunsang va qanchalar qalbingga mustahkam joylasang, Allohga intilayotganingni ko'rasan, rohatdaligini topasan o'zingni. Arzimagan sabab bilan Alloh senga katta narsani ato qilib qo'yishi mumkin. Arzimagan narsa bilan bor burdingdan mahrum qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun Allohga muhtojligini bilib tur. Mana mashina minib yuribmiz hammamiz. Yuzlagan, minglagan bolt gaykalar bor. Hammasi qatirlagan, mahkam turibdi, ishlayapti. Mana endi ana shu boltlar ichidan tasavvur qil, bitta karterni bolti. Motorda ostida yog'ni ushlab turadigan xaltasi, temir xaltasi, shu karter deyiladi, paddon deyiladi. Shu yerda yog'ni to'kadigan teshigi bor. Shunga bitta bolt qatirib qo'yiladi. Minglagan boltlarning ichidan shu bitta bolt bo'shab ketdi, Allohning taqdiri, yog' oqib ketdi. Mashinani minib ketayotgan odam ichida 4 ta odami bilan ketyapti, 30-40 gradus sovuq bo'ladigan yurtda. Yog' tugadi, ozgina yurgandan keyin motor o'chdi. Nima bo'ladi mashinadagilar? Birodarlar, har mashinaga o'tirayotganimizda riskovat qilayotganimizni bilasizlarmi? Shunaqa uvereni o'tiramizda, как будто hamma yoq zo'r chikki bo'ladi. Samolyotda ko'tarilayotganlarda bir qo'rqasizlarmi? Menga o'xshabsizlar ham. Jonimizni 200 ta odam omonat topshirib o'sha temirga o'tirib oldik-a. Bitta sim uzilib ketsa nima bo'lishini bilasizmi? O'shuning uchun musulmon o'tiradi-da, bismillah, subhanallazi sahhara lana hada deb duo o'qishni boshlaydi. Qo'nganda ham alhamdulillahi robbil alamin deydi. Tushunyapsizmi, birodar? Inson bolasi o'zini atrofini, hamma yo'g'ini bir xil kuzatib turishlikka qodirmi? Yo'q. Shuning uchun har bir lahzasida Allohga muhtojligini nima qilib tursin, eslab tursin. Alloh shunday bo'lishini iroda qildi. Alloh o'ziga faqir bo'lishimizni xohladi va mana shu faqir bo'lishimiz bizni baxtli qiladi. O'zimizni ojizligimizni his qilishimiz, Allohga muhtoj ekanligimizni his qilishimiz, o'zimizni qo'limizda hech narsa yo'qligini bilishimiz bizni baxtli qiladi. Birinchi haqiqat. Sen faqirsan. Faqirning ma'nosi muhtojsan. Astagfirullah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallohi vallohu huval g'aniyyul hamid. Fotir surasi. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojdirsizlar, faqirsizlar. Allohning o'zigina barcha odamlardan behojat va barcha maqtovlarga loyiq bo'lgan zotdir. Inson degan zot bormi? Boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham Allohga muhtoj faqir. Olim bo'lsa ham, omi bo'lsa ham Allohga muhtoj faqir. Katta, kichik, erkak, ayol, mutlaq hammasi Allohga muhtoj va faqir. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallohi vallohu huval g'aniyyul hamid. Aqulu qawli hada wa astaghfirulloha li va lakum. Inna Alloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Wassalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va